Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz strelkali makiyaj qilamiz. Talablariga binoan men har doimgidek qoshlarni tayyorlab olishdan boshlayman. Qovoqlarga natural finish berib turadigan konsiler surib, uni qotirib olamiz. Bu safargi makiyajda palitrani sovuq ton berib turuvchi ranglaridan foydalandim. Bunda men 3 xil kist ishlatdim va ularning maxsus vazifalari mavjud. Nigohlar chuqurroq ko'rinib turishi uchun qora rang bilan soya berib oldim. Maxsus konsiler yordamida ko'zning ichki qismini tozalab olamiz. Men shimmer tenni qo'lda surib olaman. Inglot pomadkasi bilan strelkalarni chizib, ko'z ichiga oq qalam qo'yib olamiz. Bu strelkani ko'zni tagi bilan chizib ko'rsatmoqchiman, baho berasizlar azizlarim. Qosh tolalari yo'q joylarni biroz to'ldirib chiqamiz. Puchkovoy kipriklarni terib olgandan so'ng yuz tonini yotqizishga o'tamiz. Baza sifatida esa Shibaiser kremini ishlatdim. Tonalkalar Top Face'dan 2 xil rangini qo'shib ton chiqardik. Tonalka surib bo'lgandan so'ng har doimgi qiladigan ishim birinchi bo'lib art vizaj pudrasi bilan ko'z tagini pokritya qilib qotirib olaman. Yuz shakliga qarab konturlarni chizib rastashofka qilib olamiz. Har doimgidek lifting effektini berish uchun maxsus konsiler orqali ishlaymiz. Sevimli rumyashkalarimdan Top Face'dan Maestro eng sochli rangini surib oldim. Highlighterni ham sovuq tonini ishlatdik. Lablarni formasini o'zgartirmagan holda bo'yab oldim, juda ham chiroyli chiqdi. 2 xil qalam bilan rastashofka qilib oldim. Pomada Golden Rose'dan makiyajga o'zgacha urg'u berdi. Make-upni pokrivat qilib oldim. Posle holatiga baho beringlar.